Davlat tomonidan aliment summasi to'lab beriladi. Ko'pgina ayollarimiz buni bilmaydi. Bolani ta'minotsiz qoldirmaslik uchun xullas davlat uni o'zi undirib oladi. Hammasi yig'iladi, kelgan payt paqillatib boshlaydi. Ko'pincha aytishadi, mana alimentga berganman, to'lamayapti, yo'q bo'lib ketgan, chetda izi ham yo'q. O'zi umuman olganda, agar qonuniy shartnoma bilan ketib, chetda normal qonuniy ishlayotgan bo'lsa, uni topish imkoni bo'lsa, o'sha yerdagi daromaddan ham undirish imkoniyati bor. Majburiy ijro bo'limlarimiz qiladi bu ishni. Lekin agar umuman yo'qda, uni qayerda chetda, lekin qaysi davlatdaligini ham bilmaydi, nimada ishlashini, qancha daromadi, unda yig'ilib turadi qarzlar. Hammasi yig'iladi, kelgan payt paqillatib boshlaydi. Oladi. Baribir oladi, baribir to'latadi. Mulkiga qaratadimi, to'latadi. Masalan, yana bitta holat bor. Davlat to'lab berish holati. Ayol alimentga berdi, lekin u yo'q yoki bo'lsa ham to'lamaydi. 2 oy padrat to'lamasa, ma'muriy javobgarlikka berdi, ma'muriy javobgarlikka tortdi. Yana yo'q, to'lamayapti, yana 2 oydan keyin jinoiy javobgarlikka berdi. Hammasini qog'ozini yig'adi-da, baribir to'lamaslik holatini, faktini tasdiqlagan holda topshiradi. Unga davlat tomonidan aliment summasi to'lab beriladi. Keyin u summani davlat o'zi qarzdordan mulkiga qaratibmi, ish haqigami, chetdan kelgan payt o'zini nima, xullas davlat uni o'zi undirib oladi. Ayol bolani ta'minotsiz qoldirmaslik uchun davlat ijtimoiy himoya nuqtai nazaridan davlat hisobidan to'lab berilish bor. Faqat bunga murojaat qilish kerak. Ko'pgina ayollarimiz buni bilmaydi. Agar masalan shunaqa yo'nalishda batafsilroq tushuntirish kerak bo'lsa, bemalol yozishsa, kelishsa tushuntirib beraman. Qayerga qanaqa murojaat qilish kerak, qanaqa ariza yozish kerak, bemalol davlat aliment summasini olishadi. U yo'q, ularning muammosi emas. Qolgan hammasi o'sha davlat o'zi oladi.